Assalomu alaykum arzon taxtachi obunachilar. Bugun hafta kuniga payshanba 23-iyun sanasi Xudo xolasa video syomkamiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Sarovdan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatimiz mavjud. Inshaalloh assortimentdan o'ta seroq shifrdizm, gipsogardon, sayden, strafellerimiz 6 metrli, 4 metrli hamma razmlarimiz bor. Sifatlar Xudo xolasa ideal holatda. Kimga shunaqa ishonchli taxta xizmat kerak bo'lsa, ekranda raqamni berib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa dastlabki xizmatimiz mavjud. Kamchiliklarimiz bo'lsa kommentariyada chiroyli fikrlaringizni yozib qo'ysanglar, Xudo xolasa to'g'rilashga harakat qilamiz. Buning uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz ekan. Strafellarimizni baho berib ketasizlar. Videomizni boshladik. Xudo xolasa sifatlar ideal holatda bo'ladi. Mashina mumkin. Sifatlari 100% sasni, archa kedirasi yo'q. Holatlari Xudo xolasa o'ta tiniq holatda. 13 ga qaliligi to'liq 3,5 tilinishiga ham bitta baho berib keting. Holatlar Xudo xolasa ideal holat. Bu to'qsiz ham mana nolabkasini ko'rasizlar. Nolabkasini o'limdan bu to'qsizlik ham bor. Bu to'g'lik ham bor, bu to'qsiz bor. Bitta bunga baho qarab baho berilmadi. Bu to'g'lar ham bo'ladi taxtdan. Holati zo'r. Sasni strafellik, uzunligi 4 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 75 ming so'mdan qilib beramiz. 75 mingdan eltib berish xizmati ham ichida. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa sifatlari zo'r. Kimga shunaqa taxtalar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qilish mumkin. Inshaalloh sifatli qilib o'tkazib berishga harakat qilamiz. Qo'lli taxtamiz обычный bo'ladi. Qalinligi 2, shirayasi 12, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hammasi sasni. Katta ko'z, katta butoqlari yo'q. Holatlari Xudo xolasa ideal holatda. Tilinishi ham akkuratli holatda, vannasi yo'q. Hammasi pachkali taxta bo'ladi. Holatlari zo'r. Ushbu variantlari ham bor. Ko'rsatamiz Xudo xolasa. Narxi keladigan bo'lsa 45 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Bemalol zakaz berishingiz, musofirda yurgan aka-ukalarimiz bemalol murojaat qiling. 24/7 xizmat yinidamiz. Telegram, WhatsApp, Max, Imo hammasi bor. Mana telefon qilsangiz Xudo xolasa aytadiki, uyi bo'lsa bo'ldi, iltib beramiz. Taxtani borada sifatiga yoqadi, pulni keyin sanashadi. Xudo xolasa yoqmasa vazorat qilishadi. Hamma narsa bizning bo'ynimizda bo'ladi. Qo'lli taxtamiz shifondli bo'ladi. 12 ga 2 deyiladi. Qoladigan razmeri 11/2, qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrlik. Sifatlariga bitta baho berib ketasizlar. Sifatlar ideal. Sasni hammasi Xudo xolasa holatlari zo'r inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda bor bunda. Bir narxini 45 ming so'mdan qilib beramiz akalar. 45 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik. Bu yoqda yana bitta katta razmerimiz bor. Bitta baho berib ketasizlar. Xudo xolasa sifatlar tiniq holatda. Ichlariga ham garantiya beramiz. Inshaalloh ko'rishingiz mumkin. Taxtdan nima qilish kerak deydi? Qoqish kerak deydi-ku. O'lish kerak, qoqish kerak. Sifatlari zo'r, Xudo xolasa sasni. Tilinishi ham akkuratli holatda. Tiliga bir-biriga kirishlar ham Xudo xolasa garantiya beriladi. Tekislik ham tiniq holatda. Bu shirayasi 13, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Bir donasi 55 ming so'mdan donasi. Donasini 55 mingdan qilib beramiz ekan. Sifatlari Xudo xolasa zo'r. Ichlarida birorta nuqson, singan, chirigan garbili bo'lsa bizga tan. Xudo xolasa muammo yo'q taxtada. Shifr ekanmiz. Shirayasi 5, qalinligi 3, 32 bo'ladi. 5 ga 4 deb aytiladi. Ammo bu tomon to'liq 5. Qalinligi 32, uzunligi 4 metrlik. 1 metri 7 ming so'm, 6.800 dan qilib beramiz. Xudo xolasa sifatlari zo'r, Xudo xolasa. Strafelligimiz bo'ladi 13 ga, 13 plyusovoy, qalinligi 32, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Sifatlari Xudo xolasa zo'r, akkuratli, 100% sasni metrli. Sasni buni baholasi donasi 73 ming so'm qilib beramiz akalar. 73 ming so'm. 13 plyusovoy, qalinligi 32, uzunligi 4 metrlik. Qop-quruq holatda. Xudo xolasa abzol garbil defekti bo'lsa bizga tan. Xudo xolasa sifatlari zo'r inshaalloh. Bu yoqdan videoni ko'ramiz. Xudo xolasa to'sillik, lagalik, balkali deydi. Listvenitsa. Holatlari zo'r, Xudo xolasa chiroyli holatda. 15 ga 15 renasi, qalinligi 4,5, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. To'sin balkaga ishlaydi. Holatlari zo'r, qop-quruq. Bosasiz, qo'qlaysiz. Srazi ishg'al bo'ladi Xudo xolasa. Chorni qo'qsangiz bo'ldi.
Balka qiladigan balkaga ham quruq holatda quritish shart emas buni. O'zi zavodga qurigan holatda. Buni donasini 120 ming so'm qilib beramiz akalar. 120 ming. Uzunligi to'g'ri 5 chiqadi uzunligi, to'g'ri 5. Xudo xolasa muammo yo'q, xudo xolasa. Pol taxtamiz 12 ga, qalinligi 1.8, uzunligi 4 metrlik. Donasi 42 ming so'm qilib beramiz. Buni metralimiz archa bo'ladi. 42 ming so'm. 4 qirra bo'ladi. Buni afzalgar biliyor. Bu yoqda strafligimiz 12 deyiladi. 11,5, qalinligi to'liq 3,5, uzunligi 4 metrlik. Balkaga, strafilga ishlaydigan metralimiz. Sasna, xudo xolasa. Holatlari xudo xolasa zo'r, afzal garbili yo'q. Bo'lishi mumkin, qanaqa holatda ozmoz afzali bo'lishi mumkin. Juda. Lekin unaqa strashniy anaqasi yo'q. Buni donasini 65 ming so'm qilib beramiz. Shirinasi 11,5, 11,5, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. Holatlari zo'r, xudo xolasa. Balkalilarimiz kelamiz, xudo xolasa. Balkamon partiyada 14 ga 4 to'singa ham ishlatsa bo'ladi, balkaga ham ishlaveradi. Ko'rshingiz uzunligi 4,5, 4,5, uzunligi 4 metrlik. 14 ga 14 shirinasi, qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik. Buni donasini 100 ming so'm qilib beramiz akalar. 100 ming so'm bir donasi. To'sinlikka ishlaydigan 16 plyusovoy, qalinligi 4 plus, uzunligi 4 metrlik akalar. Listingizni to'sin balkaga ishlaydi. Holatlar zo'r, afzal garbil defekti yo'q. Singan chiragani bo'lsa bizga ta, Ivanna qing'ir qiyshiq bo'lsa bizga ta. Buni donasini 127 ming so'm qilib beramiz. Bir donasi 127 ming so'm akalar. Cheklanmagan miqdorda bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Inshaalloh sifatlari zo'r, taxtalarimiz o'ta seroq. Sekin-sekin abzor qilib o'taveramiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Uchun like bosib, obuna bo'lsangiz, obuna qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Kanalimiz rivoji uchun xolos, sizlardan oshno talab qilinmaydi. Bittadan like va obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Abrush o'tganmiz. 10 minisovoy bo'ladi. 10 deyiladi, 10 chiqmadi. 9. Qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Taxtini sifatiga bitta baho bering. 100 ta taxta olsangiz, mana 100 ta ham shu holatda bo'ladi. Abzali garbilar defekti yo'q shu holatda. Tilashlar ham o'zi taxtani holati aytadi, qanaqa holatdaligini ko'rishingiz mumkin. Sasna metr. Bir donasi 32 ming so'm donasi. 32 ming so'mdan. Bu xohlaganingiz olaysiz. Muammo kerak biz tagidagini bering, beramiz. Tagidagini so'rasangiz beramiz. Muammo yo'q. TVC ham, pasti ham bir xil standart narsa bu. Zavod taxtasi. Taxta ham ko'zib turibdi holatlari. Katta butog'i yo'q. Mayda ko'z, chumchuq ko'z deydi mana. Butog'i yo'q, pashti. Mayda ko'zi butog' demadi ularni. 32 ming so'm qilib beramiz akalar. Zinaga ishlaydigan metral, pol taxtaga ham ishlaradi. Kattaroq pol taxta so'ragan aka-ukalarimizga shirinasi 15, qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrlik. Sasna metral hammasi afzali garbili yo'q. Holatlari zo'r, mashina holatda. Xolos, sifatlar ideal, qop-quruq. Ko'rishingiz mumkin. Buni donasini 55 ming so'm qilib beramiz. 55 ming so'm. Holati zo'r, xudo xolasa sifatli narsa. Xorilikka so'ragan bo'lsangiz 9 ga 9, uzunligi 4 metrlik. 140 ming so'm qilib beramiz. Bir donasi 140 ming so'm. 4 metrlik strafligimiz 14 ga, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin, katta butog'i yo'q taxtani. Undanmi bor? 40-50% nima bo'ladi bilan. Strafil uzunligi 4, 10, 4,5 gacha chiqadi. Bir donasini 73 ming so'm qilib beramiz akalar, 73 ming so'mdan. Tagidagisi kichkina 14 ming so'm bo'ladi, 70 ming so'm qilib beramiz. 73 ming so'm, 70 ming so'm tagida. Tagida ozgina bor, 180-70 ta bu 14ligi. 73 ming so'm, 70 ming so'm. Muammo yo'q, telefon qilavering. Rekan olaman degan, baquvvat rek olaman degan aka-ukalarimizga 6,5 ga, qalinligi 4. 6,5 ga, qalinligi 4, uzunligi 6 metrlik. Buni 1 metr 11 ming so'mdan qilib beramiz. 1 metr 11 ming so'm. Bu yoqdan 6,5 ga 3,5 bor. 6,5 ga 3,5. 6,5 3,5. Mana sasna, xudo xolasa sifatlari zo'r. Donali bo'ladi. Shu holatda 6 donadan bog'langan, yog'i bu yoq ko'rinib turadi. Ba'zi birlar ichidagi mana qanaqasiz bor, anaqa narsa. Yo'q, unaqa narsamiz yo'q. Sifatlari zo'r, inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. 1 metr 9500 so'mdan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu kattasi pastroqda bor mana. Shirinasi 6lik, 6 ga 3,5 bo'ladi. Buni 1 metr 8500 so'm, buniki 9,5 ming so'm. Kattaligini o'zingizga ko'rinib turibdi mana.
holatlari zo'r. 9500 so'm o'zib qo'yganmiz. 8800 qo'yganmiz, 8,5 mingdan qilib beramiz. Strafilni kattarog'ini so'raganlar akalarimizga 15 to'liq, qalinligi 34. Uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa holatlari ideal, chiroyli holatda. Ko'rib, bitidan qo'yib olaverasizlar, muammo yo'q. Buni bir donasini 85 ming so'm qilib beramiz. Shirinasi to'liq 15 lik akalar. Xudo xolasa muammo yo'q. Strafligimiz abishning arzonroq variant so'raganlarga 18 ga qalinligi 3,2, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Sasni hammasi qop-quruq, chiroyli holatda bo'ladi. Buni donasini 57 ming so'mdan qilib beramiz. 57 ming so'm bir donasi 4 metrlik. Rekelini olaman deganlar, mana donali, zavodskiy. Dona shuni resinimizdan shu holatda kelgan donali. 5 to'liq 5, qalinligi 32, uzunligi 4 metrlik. Buni 1 metri 7 ming so'm qilib beramiz. 1 metr 7 ming so'mdan. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda bitta-bitta pachkalanmagan holatlar ekani, oldiga qaramani, lekin sifati zo'r. Holatlar shu holatda bo'ladi. 7 ming so'mdan qilib beramiz. Strafligimiz yana abishniy varianti 10,5 ga to'liq 3,5 bo'ladi. 10,5 ga 3,5 sasdan o'tiradi. Buni donasini 55 ming so'm qo'yganmiz. 55 ming so'm. 13 plyusovi, qalinligi 32, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Strafilni. Butoqsizlikka bitta baho berib ketinglar. Butoqsizlik bu butoq deyilmadi. Bu mayda ko'z bu. Ko'rishingiz mumkin. Mayda ko'z. Xudo xolasa holatlari zo'r. Donasini 73 ming so'mdan qilib beramiz. 73 ming so'mdan. Sifatlari zo'r inshaalloh. Akalar, layklaringizni bittadan layk bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Inshaalloh hozir 6 metrli strafilimizni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz aka. O'tkazib yubormani videoni. Akalarimiz, xudo xolasa 6 metrli strafillarimizga endi keldik. 6 metr bu tomonda kelsa 80% hammasi 6 metrli holatda bo'ladi. Baquvvatroq strafilligimiz mansardli tomlarga ishlaydigan 15 ga qalinligi 5, uzunligi 6 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari zo'r, sasna metrlar. Sasnada jijji ko'karishlar bo'ladi. Nimaga nam kelishni hisobiga. Bir donasi 15 ga 5, uzunligi 6 metr, 180 ming so'mdan. 180 ming so'm donasi. Bu yoqda 10 ga 15 deb aytiladi. Ko'rishingiz mumkin. Xorlik 10 ga 15, uzunligi 6 metrlik. Sifatlari zo'r, xudo xolasa. Bir donasini 340 ming so'm qilib beramiz. 340 ming so'm. Strafligimiz 14 ga, qalinligi 34, uzunligi 6 metr. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari zo'r. Xudo xolasa 117 ming so'm to'g'ri keladi. Bir donasi 117 ming so'm. Hamma sasni. Rekamiz bo'ladi 6 metrlik. Rekamiz ham xudo xolasa mana shunaqa holatda, katta ko'z, katta butoq yo'q. Donanglar 6 donadan bog'langan mana 1 2 3 4 5 6 dona. Nima bor degan aka-ukalarimiz ichida nimasi bor? Hammasi xudo xolasa kачественный, chiroyli holatda bo'ladi. Buni 1 metr 6700 so'mdan qilib beramiz. 1 metr 6700 so'mdan. Cheklanmagan miqdorda bor. Mana qarangi buni, xorini olaman degan joyi bilan 6 metrlik. 15 ga 15 deb erkalar aytamiz, 14 ga 14 bo'ladi. Qop-quruq holatda chiroyli qilib laklab qo'ysang, ayvoningga o'ta chiroyli holatda turadi. 3 metrlik desam 3 metrlik bor, 6 metrlik bilan. Buni 550 ming so'm qilib beramiz donasini. Bir donasini 6 metrlik 550 ming so'm qilib beramiz aka. Chiroyli holatda, sasni archa kedrasi yo'q. Bu yoqda abrishotganimiz bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik, 9 ga, qalinligi 2, uzunligi 6 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Holatlari zo'r, chiroyli holatda, tilishni akkuratni. Bu qoraganiga ahamiyat bermasizlar. Bunga ziyoni yo'q taxta metrliga. Donasini 45 ming so'mdan qilib beramiz. 45 ming so'm. Bu yoqda 12 ga 5, uzunligi 6 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa sifatlari zo'r. Sasni hammasi 12 ga 5, uzunligi 6 metrlik. Bir donasini 155 ming so'm qilib beramiz. Holatlari zo'r, abzolgar bir defekti yo'q. Inshaalloh chiroyli holatda bo'ladi. Strafilimiz abishning so'raganlarga 6 metrlik, 11 ming so'm, qalinligi 33-34 chiqadi, uzunligi 6 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Arzonroq variant. Abishning varianti edi-ku. Buni donasini 90 ming so'm qilib beramiz akalar. 90 ming so'm bir donasi, uzunligi 6 metrlik. Xorli so'raganlarga ko'rishingiz mumkin. 10 ga 10 ming so'm bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik. Donasini 220 ming so'm. Cheklanmagan miqdorda bor. Xolasa sifatlari zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda 6 metrlik, 20 ga 5, uzunligi 6 metrlik. To'sin balkaga ishlaydi.
hammasi sasni katta ko'z katta bitolari yo'q. Qoldiqlari xudo xolasa chiroyli sifatli narsa bo'ladi. Buni bir donasini 255 ming so'm qilib beramiz. Bir donasi 255 ming. Sasna metralari. Archa kedresi yo'q. Mana ko'pchilik so'radigan razmerda stafilligimiz 13,5, qalinligi 32, uzunligi 6 metrlik. Sifatlari zo'r, ko'rishingiz mumkin taxtani. Vannasi yo'q, holatlari zo'r. Buni bir donasini 112 ming so'm qilib beramiz. Cheklanmagan miqdorda bor. Telefon qilsanglar bo'ldi, muammo yo'q, hammasi hal bo'ladi inshaalloh. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishini bitkazamiz. Uning uchun bittadan like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Akalar 6, qalinligi to'liq 4. 6ga 4. Ko'ringlar, bitoq ham yo'q bunda taxta rekada. Kattaroq reka so'ragan ko'kalarimiz buni 1 metri 9500 so'm qilib beramiz. 9500 so'm. Bo'yagini razmeri 62, 63 qiydi. Va to'liq 4, 11500 so'm qilib beramiz. Holatlari zo'r, xudo xolasa. Doneli, obzorlari bir yo'q. Bu 210 ming so'm qo'yamiz. Bo'yagini ko'rsatganimiz 220 ming so'm, buni donasini 210 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Rekaligimiz Playro reka so'ragan ko'kalarimizga 5 ming so'y 3,5 bag'i 32 bo'ladi. Doneli, birotta obzorlari bir defekti yo'q. Xudo xolasa sifatlari zo'r. Xotir qilib oling. Sasna, suvoy, quruq. 1 metrni 6 ming so'mdan qilib beramiz. 6 metr xudo xohlay 4 metr bo'ladi uzunligi, holatlari zo'r inshaalloh. Hali obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz akalar. Xudo xohlasa gipsagardolarimiz bor, shiferlarimiz bor, dekor plaslarimiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa sifatli bo'ladi. Dekor plasimiz reklamamiz bor, bitta ko'rsatib o'tamiz akalar. Bittadan like bo'lsanglar, bosmaganlarga. Dekor plaslarimizni ko'rsatinglar. Ko'rsatadigan ko'kalarimizga mana holatlar, tiniq holatda ko'rishingiz mumkin. Holatlar ideal holatda. Mana qovurg'ali deysizmi? O'ta kurtoy chiqadi qarang. Plafonlarimiz ham bor. Mana chaspa karnizlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. O'ta tiniq holatda qarang buni. O'lish kerak, qoqish kerak deydi-ku, bu tiniq holatda qarang. Bunaqa chiroylilardan, to'rbichalidan qo'yib qo'ysangiz, xo'ja aka nima deydi buni? Ko'rishingiz mumkin. Karnizlarni mana qalagan chekkalarga qorlardan qo'yib qo'ysangiz. Voy dod deydi-ku. Ko'rishingiz mumkin. Akalar like arsa bittadan like bosib qo'ying. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xohlasa biz uchun motivatsiya bo'ladi xolos. Sizlardan oshnon talab qilmaydi, pul ketmaydi. Prosta bitta oddiy yigitni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar xolos. Xudo xohlasa sifatlari zo'r, xudo xohlasa bemalol telefon qilishing. Akalar buni narxini ham aytib o'taman. Buni qovurg'aligimiz 37 ming so'm bo'ladi. Prosto abishnikimiz bo'ladi 27 ming so'mdan bo'ladi. Kvadrati buni akalar, donasi emas, kvadrati. Buni uzunligi 3 metrlik bo'ladi, bittasi 0,75 bo'ladi. Tushunmaganlarga tushuntirib o'tamiz, tushunganlar o'z biladi. Ko'rishingiz mumkin, tiniq holatda. Sifatlari zo'r inshaalloh. Gipsakardonimiz bor, shiferimiz bor. Shiferimizga akalar aytib o'tayapmiz. 48 ming so'mdan qilib beramiz. Quvoso Invest zavod bo'ladi. Variantlari bor, muammo yo'q, xudo xolasa. Gipsakardonlarimiz Stenovoy, patoloshniy hamma razmerlarimizdan bor gipsakardonlarimiz akalar. Obuna bo'l, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Manzilimizni yana eslatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltiqo'l tumani Sarvoda. Bu yoqqa Namanganga ketish, bu yoqqa Andijonga ketish. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Ko'chadan ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda Arinterimiz Shohsaroy klinikasi. Shohsaroy holatlari Xudo xolasa kelishingiz mumkin. Dastavka xizmatimiz Andijonga dastavkamiz besplatniy bo'ladi akalar. Obuna bo'lib bittadan like bosib qo'ysanglar, Xudo xolasa xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz.